Mikrofon kerak emas. Men jarangdor ovozlarim shundoq ham eshitiladi muxlislarimizga. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalimizga endi qo'shilayotgan kuzatuvchilar, obunachilar, muxlislar, yaqinlar va chet eldan bizni kuzatib borayotgan vatandoshlar, hamyurtlar. Xo'sh, endi barcha xursandchiliklarimizni ham YouTube kanallarimizda bo'lishib boramiz. Endi men nima demoqchiman? Shahloxon yana nima boshlayapti deb o'ylayotgan bo'lsanglar, o'zi kamdan kam ashula chiqaraman. Inshaalloh Xudo xohlasa meni yangi qo'shig'imni boshqacharoq talqinda, neobычныйroq, odamlarga yana yangilik bo'lsin, tomoshabinlarga qiziqarliroq bo'lsin deb yangi ashulamizni premyerasini inshaalloh ko'rib turganingizdek teatr sahnalarida ko'plab taniqli ijodkorlar, san'atkorlar, ustozlar, blogerlar, siz sevgan insonlar bilan bir sahnada spektakl qo'yib, uni jonli tarzda muxlislarga taqdim etmoqchimiz. Qaranglar, ideyani qaranglar. Albatta bu ideya o'zimga keldi. To'g'risini aytsam, rosa boshim qotdi. Ashula tayyor, Shahloxon premyera qilsangiz bo'ladi, klip olsangiz bo'ladi deyishdi. Keyin men o'yladim, qanaqa klip olamiz, kimlarni o'ynatamiz dedim. Keyin Allohdan qanaqadir yuragimga, qalbimga bir mana shu narsa keldida, keyin men uni aytib ko'rdim bitta insonlarga. Keyin rejissyor topdim. Xullas, o'rtoqlar, inshaalloh bu premyeramiz, bu klipimizning jonli go'zal taqdimoti xalqqa manzur keladi. Inshaalloh biz spektakl qo'yamiz va keladigan mehmonlar aynan shu qo'shig'imni hissiyotini o'zlari maza qilib tomosha qilishadi. O'zim juda hayajondaman. O'shaning uchun ham hali gaplarimni topib gapira olmayman. Uzr so'rayman. Aytmoqchi bo'lganim, Xudo xohlasa kanalimizni, mana shu YouTube kanalimizni kuzatib boringlar, jarayonlarni ko'rib boringlar, o'ynaydigan aktyor aktrisalarimizni ko'ringlar. Bu aynan ideya sizlarga yoqadi degan umiddaman va tez kunda spektaklimizni to'liq variantini massa qilib YouTube kanallarida tomosha qilasizlar. Teatr shaydolari uchun aynan teatrda, spektaklda o'ynaydigan nima deydi, ustoz san'atkorlarimiz, muxlislari ham buni ko'rib xursand bo'lsa kerak. Xullas, ichkariga ketdik, hamma tayyor. Ya'ni hamma jamuljam, bitta men kam ketdik. Yaxshi, bu yaxshi, buni qabul qildik. Faqat ana onaga berib olaylik. Yo'q bo'ldim deb